Bugun men siz bilan juda muhim mavzuni ochiq va sodda tilda gaplashaman. 9.3 sonli yangi qonun tufayli kim pensiyasiz qolishi mumkin? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa tinch bo'lsa bo'ladi? Bu mavzu faqat bugun pensiyaga chiqayotgan odamga emas, hozir ishlayotgan, chet elda mehnat qilayotgan, norasmiy ishlagan, hujjatlari to'liq bo'lmagan har bir odamga tegishli. Chunki pensiya masalasida bitta yetishmayotgan hujjat, bitta noto'g'ri yozilgan sana yoki bir necha yil tasdiqlanmagan ish staji ertaga odamni tiyinsiz qoldirishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun sizga qaysi xatolar eng xavfli ekanini, qanday hujjatlarni hozirdan tayyorlash kerakligini va pensiya tayinlashda nimalarga alohida e'tibor berish lozimligini batafsil tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik odam pensiya haqida faqat yoshi yetganda o'ylardi. Erkak kishi ma'lum yoshga kiradi, ayol kishi ma'lum yoshga kiradi. Keyin mehnat daftarchasini olib boradi, ariza yozadi, pensiya tayinlanadi degan tasavvur bor edi. Odamlar ko'pincha men 30 yil ishlaganman. Men 25 yil zavodda bo'lganman. Men kolxozda, maktabda, kasalxonada ishlaganman deb hisoblashardi. Lekin davlat organi uchun og'zaki gap emas, hujjat muhim. Ish staji qog'ozda yoki elektron bazada tasdiqlanmasa, u yillar bor deb hisoblanmasligi mumkin. Yangi tartiblarning eng katta mazmuni shuki, pensiya huquqi faqat yoshga qarab emas, tasdiqlangan ish staji, to'langan ijtimoiy badallar, rasmiy mehnat faoliyati va hujjatlarning to'g'riligiga qarab baholanadi. Ya'ni odam haqiqatan ishlagan bo'lishi mumkin, lekin u ishlagan davr tizimda ko'rinmasa yoki arxivda tasdiqlanmasa muammo boshlanadi. Mana shu joyda ko'pchilik men ishlaganman-ku, nega hisobga olinmayapti deb hayron qoladi. Men ekspert sifatida eng ko'p ko'radigan muammo shuki, odamlar yillar davomida norasmiy ishlaydi. Ish beruvchi bilan og'zaki kelishadi. Maoshni qo'lga oladi, lekin shartnoma yo'q. Soliq yoki ijtimoiy to'lov yo'q. Mehnat daftarchasida yozuv yo'q. Bugun bu pul ro'zg'orga yordam bergandek tuyuladi. Lekin pensiya yoshiga yetganda aynan o'sha yillar bo'shliq bo'lib chiqadi. Masalan, odam 20 yil qurilishda ishlagan. Hujjatda faqat 8 yil ko'rinadi. Natijada u men umr bo'yi ishladim deydi. Tizim esa sizda tasdiqlangan staj kam deydi. 9.3 sonli qonun atrofidagi shov-shuv ham aslida mana shu qo'rg'udan kelib chiqyapti. Odamlar endi pensiya berilmaydimi? Endi hammadan staj so'raladimi? Ishlamagan yillarim tufayli butunlay pensiyasiz qolamanmi deb xavotirda. Men bu yerda vahima qilish kerak demayman, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Chunki qonunlar qanchalik qat'iylashsa, hujjat intizomi shunchalik muhim bo'ladi. Birinchi navbatda norasmiy ishlagan odamlar xavotir olish kerak. Masalan, Akmal aka 1993-yildan 2010 yilgacha bozorda yuk tashuvchi bo'lib ishlagan. Har kuni ishlagan, oilasini boqqan, daromad topgan, lekin u davrda hech qanday rasmiy shartnoma bo'lmagan. Keyin 2001 yildan korxonaga rasmiy ishga kirgan va 2024 yilgacha ishlagan. Akmal aka o'zini 26 yil ishlagan deb hisoblaydi. Lekin hujjat bo'yicha uning tasdiqlangan staji 22 yil bo'lishi mumkin. Pensiya hisobida esa aynan tasdiqlangan davr asosiy rol o'ynaydi. Mana shunday odam men ishlaganman deb emas, men ishlaganimni qanday isbotlayman deb o'ylashi kerak. Ikkinchi xavf guruhi bu chet elda ishlagan fuqarolar. Masalan, Dilnoza opa 8 yil Rossiyada enaga bo'lib ishlagan, har oy uyiga pul yuborgan, farzandlarini o'qitgan, lekin rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan. O'zbekistonga qaytib kelganda u 8 yil mehnat qilganini yurakdan biladi. Lekin pensiya organi uchun bu yillar avtomatik tarzda stajga qo'shilib ketmaydi. Agar xalqaro kelishuv, rasmiy mehnat shartnomasi, badal to'lovlari yoki tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, bunday davrni hisobga olish juda qiyin bo'ladi. Uchinchi xavf guruhi bu mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki noto'g'ri yuritilgan odamlar. Men ko'p holatda shuni ko'raman. Mehnat daftarchasida korxona nomi noto'g'ri yozilgan, ishga kirgan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, muhr tushirilmagan, buyruq raqami yozilmagan, familiya eski pasportdagi kabi, keyingi hujjatlarda boshqacha. Bular mayda narsa emas. Pensiya tayinlashda har bir yozuv tekshiriladi. Agar yozuv shubhali bo'lsa, arxivdan tasdiq so'raladi. Arxivda hujjat topilmasa, staj hisobga olinmasligi mumkin. To'rtinchi xavf guruhi bu o'zini o'zi band qilgan, yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan, lekin to'lovlarni muntazam qilmagan odamlar. Masalan, odam 10 yil do'kon yuritgan bo'lishi mumkin.
lekin faoliyat rasman ochilganmi? Yopilganmi? Soliq hisoboti topshirilganmi? Pensiya yoki ijtimoiy badallar to'langanmi? Shular muhim. Faqat men tadbirkor edim deyish yetmaydi. Tadbirkorlik davri ham hujjat va to'lov bilan tasdiqlanishi kerak. Endi kim tinchroq bo'lishi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish haqingiz bank orqali yoki rasmiy vedomost orqali o'tgan bo'lsa, soliqlar va badallar to'langan bo'lsa, elektron bazada mehnat faoliyatingiz ko'rinsa, sizda xavf ancha kam, lekin baribir tekshirish kerak. Chunki ba'zan xato sizdan emas, ish beruvchidan chiqadi. Korxona hisobotini noto'g'ri bergan bo'lishi mumkin. Familiyangiz bazaga xato kiritilgan bo'lishi mumkin. Ayrim yillar umuman ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Keling, aniq misol qilaman. Farhod aka 35 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Hammasi rasmiy. Lekin 1993-1997 yillar oralig'idagi hujjatlar tuman arxiviga topshirilmagan. Maktab nomi o'zgargan, keyin birlashtirilgan. Pensiyaga chiqishda shu 4 yil bo'yicha tasdiq so'raladi. Agar arxivdan ma'lumot topilmasa, Farhod akaning pensiya miqdori kamayishi yoki staj bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Demak, rasmiy ishlagan odam ham menda hammasi joyida deb qo'l qo'yishtirib o'tirmasligi kerak. Yana bir misol. Saodat opa 11 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan, keyin 10 yil uyda buyurtma olib tikuv qilgan. U o'zini 25 yil ishlagan deb biladi. Lekin 10 yil uyda qilgan ishi norasmiy bo'lsa, pensiya hisobiga kirmasligi mumkin. Agar u o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganida, belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirganida vaziyat boshqacha bo'lardi. Mana shu farqni tushunish juda muhim. Mehnat qilgan bo'lish boshqa. Qonun oldida tasdiqlangan mehnat stajiga ega bo'lish boshqa. Pensiya masalasida hamma narsa faqat ishlagan yoki ishlamagan degan oddiy savolga borib taqalmaydi. Ayrim davrlar bor, ular maxsus tartibda hisobga olinishi mumkin. Masalan, harbiy xizmat davri, bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar, nogironligi bo'lgan shaxsni parvarish qilish, o'qish davri bo'yicha eski tartiblarda yuzaga kelgan holatlar. Zararli yoki og'ir sharoitdagi ishlar bo'yicha imtiyozli staj masalalari bo'lishi mumkin. Lekin har bir holatda hujjat kerak, og'zaki tushuntirish yetmaydi. Eng katta tuzoqlardan biri bu qo'shnimga pensiya tayinlashdi. Menga ham tayinlashadi degan fikr. Har bir insonning ishi alohida ko'riladi. Qo'shningizda arxiv ma'lumoti bo'lishi mumkin, sizda bo'lmasligi mumkin. U rasmiy shartnoma bilan ishlagan bo'lishi mumkin. Siz og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lishingiz mumkin. U badal to'lagan bo'lishi mumkin. Siz to'lamagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun boshqalarning tajribasini eshitish foydali, lekin o'z hujjatingizni tekshirish undan ham muhim. Ikkinchi tuzoq. Mehnat daftarcham bor. Demak, hammasi hal deb o'ylash. Mehnat daftarchasi muhim hujjat, lekin undagi har bir yozuv qonuniy va tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar korxona muhri noaniq bo'lsa, yozuv ustidan tuzatish kiritilgan bo'lsa, buyruq raqami bo'lmasa, imzo tushunarsiz bo'lsa, familiya yoki tug'ilgan sana boshqa hujjatlar bilan mos kelmasa, pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Odamlar aynan shu joyda vaqt yo'qotadi. Pensiya yoshiga yetgandan keyin arxiv izlash boshlanadi. Lekin ba'zi arxivlar uzoqda, ba'zi korxonalar tugatilgan, ba'zi hujjatlar saqlanmagan bo'ladi. Uchinchi nozik masala ayollar va bola parvarishi davri. Ko'plab ayollar men uyda bola boqib o'tirdim, bu davr nima bo'ladi deb so'rashadi. Bu yerda qonunchilikdagi aniq normalarga qaraladi. Qaysi davrlar stajga qo'shiladi, qaysi davrlar cheklangan tartibda hisoblanadi, qaysi hujjatlar talab qilinadi. Masalan, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ta'til haqidagi buyruqlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol bir nechta farzand tarbiyalagan bo'lsa ham, har bir davr avtomatik cheksiz qo'shilmaydi. Qonunda belgilangan chegaralar bo'ladi. Shu sababli farzandlarim ko'p, demak stajim yetadi deb xotirjam bo'lish noto'g'ri. 4-masala, zararli mehnat sharoiti va imtiyozli pensiya. Kon, kimyo, metallurgiya, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, og'ir ishlab chiqarishlarda ishlagan odamlar ba'zan erta pensiya yoki imtiyozli staj masalasini ko'taradi. Lekin bu yerda lavozim nomi juda muhim. Masalan, odam zavodda ishlagan bo'lishi mumkin. Ammo uning lavozimi imtiyozli ro'yxatga kirmasa, u avtomatik imtiyozga ega bo'lmaydi. Yoki aksincha, lavozim mos bo'lgan, lekin buyruq va ish sharoitini tasdiqlovchi hujjatlar yo'q. Shunda yana muammo paydo bo'ladi. 5-tuzoq. Ish haqi haqida ma'lumot.
pensiya nafaqa stajiga, balki ma'lum davrdagi ish haqi va to'lovlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odam rasmiy maoshni juda past ko'rsatib, qolganini konvertda olgan bo'lsa, pensiya hisobida faqat rasmiy qism ko'rinadi. Masalan, odam amalda oyga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 1 million 200 ming so'm ko'rsatilgan. Bugun u maoshim katta edi deb aytishi mumkin. Lekin tizimda 1 million 200 ming ko'rinadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Demak, rasmiy maoshni past ko'rsatish bugun soliqdan qochishdek tuyulsa, ertaga pensiyadan yutqazish bo'lib qaytadi. 6-chi muhim nuansa. Pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish mumkin bo'lgan holatlar bor. Agar keyinroq arxiv hujjati topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, odam qayta hisob-kitob so'rashi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt, ariza, hujjat va qat'iyat talab qiladi. Ko'pchilik birinchi rad javobidan keyin taslim bo'ladi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda haqiqatdan asos bo'lsa, hujjat yig'ing, yozma javob oling. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Qaysi yillarda, qayerda, qaysi lavozimda ishlagansiz, barchasini alohida ro'yxat qiling. Yilma-yil yozing. Masalan, 1995-1990 maktab, 1990-2004 zavod, 2004-2012 tadbirkorlik, 2012-2024 korxona. Har bir davr yoniga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Mana shu oddiy jadval sizga qayerda bo'shliq borligini ko'rsatadi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni diqqat bilan ko'ring. Ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat tayyor tursin. Agar pasport ma'lumotlari eski bo'lsa, ularni bog'lab beradigan hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Elektron ma'lumotlarni tekshiring. Hozir ko'plab mehnat va soliq ma'lumotlari elektron tizimlarda aks etadi. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari, bandlik va pensiya tizimlari orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Mening mehnat stajim bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib bering deb aniq ayting. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ing. Agar eski korxonada ishlagan bo'lsangiz, u korxona hozir mavjud bo'lmasligi mumkin. Bunday holatda tuman yoki shahar arxiviga murojaat qilinadi. Arizada qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlaganingizni aniq yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ish stajimni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak deb yozish maqsadga muvofiq. Arizaga pasport nusxasi, mehnat daftarchasi nusxasi, agar bo'lsa eski buyruq, maosh varaqasi, guvohnoma, shartnoma nusxalarini ilova qiling. 5-qadam, norasmiy davrlarni imkon qadar qonuniy yo'l bilan tasdiqlashga urinib ko'ring. Agar siz biror tadbirkorda ishlagan bo'lsangiz, u hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, undan eski davr bo'yicha hujjatlarni so'rang. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Agar umuman hujjat bo'lmasa, guvohlar masalasi ayrim holatlarda ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun asosiy urg'u rasmiy hujjatga berilishi kerak. 6-qadam, agar siz hozir norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, bugunoq vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomasi talab qiling. Maoshingiz rasmiy ko'rsatilishini so'rang. Agar o'zingiz xizmat ko'rsatsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish yoki qonuniy faoliyat yuritish imkoniyatlarini o'rganing. Keyin ko'ramiz degan gap pensiya masalasida eng xavfli gap. Har bir norasmiy oy kelajakdagi pensiya huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. 7-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashgan odamlar kamida 1-2 yil oldin tayyorgarlik ko'rsin. Men buni juda qattiq tavsiya qilaman. Pensiya yoshiga 1 oy qolganda hujjat yig'ish juda kech bo'lishi mumkin. Arxiv javob vaqt oladi, xatolarni tuzatish vaqt oladi, korxona ma'lumotlarini topish vaqt oladi. Agar siz oldindan harakat qilsangiz, pensiya tayinlash jarayoni ancha yengil o'tadi. 8-qadam, har qanday javobni yozma shaklida oling. Agar sizga stajingiz yetmaydi, hujjat topilmadi, bu davr hisobga olinmaydi deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy yozma javob so'rang. Chunki keyingi murojaat, shikoyat yoki qayta ko'rib chiqish uchun aynan yozma javob kerak bo'ladi.
og'zaki javobi bilan huquqingizni himoya qilish qiyin. 9-qadam, hujjatlaringizdan nusxa oling va alohida papkada saqlang. Mehnat daftarchasi, pasport, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari, maosh haqidagi ma'lumotlar, shartnomalar, bularning hammasini tartib bilan saqlang. Bugun keraksiz deb ko'ringan qog'oz ertaga pensiyangizni oshirib berishi yoki umuman pensiya huquqingizni tasdiqlashi mumkin. Bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, yangi tartiblar va Koguburt 23 sonli qonun atrofidagi o'zgarishlar fonida pensiya masalasi endi yoshim yetsa bo'ldi degan oddiy masala emas. Endi eng muhim savol. Ish stajingiz hujjat bilan tasdiqlanganmi? Badallar va rasmiy to'lovlar ko'rinadimi? Mehnat daftarchangiz va elektron bazadagi ma'lumotlar bir-biriga mos keladimi? Kimning hujjati tartibli bo'lsa, u kamroq xavotir oladi. Kim norasmiy ishlagan, chet elda hujjatsiz mehnat qilgan, arxiv ma'lumotlari yo'q, mehnat daftarchasida xatolar bor bo'lsa, u hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga vahima emas, tayyorgarlik kerakligini aytyapman. Pensiyadan mahrum bo'lish xavfi ko'pincha bir kunda paydo bo'lmaydi. U yillar davomida yig'ilgan beparvolik, norasmiy ish, yo'qolgan hujjat, past ko'rsatilgan maosh va tekshirilmagan ma'lumotlardan kelib chiqadi. Shuning uchun bugun bitta daftar olib, mehnat tarixingizni yozib chiqing, hujjatlaringizni ko'ring, kerak bo'lsa arxivga murojaat qiling, rasmiy ish va rasmiy to'lov masalasini kechiktirmang. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Necha yil ishlagansiz? Qaysi davr hujjatsiz qolgan, qaysi joyda muammo chiqyapti? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, aka-ukangiz, opa-singlingiz, chet elda ishlayotgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan video ertaga kimningdir pensiyasini saqlab qolishi mumkin.